ayolini onasini deb so'kib haqorat qilgan erkak 60 kun ro'za tutib berish kerak ekan. Ayol mo'jiza. Nimasi bilan mo'jiza? Sizga nikohlandi, sizga omonat qilib berildi. Sizda avlodlaringizni davomchisi krizi yuvadi, sizga g'amxo'rlik qiladi. Siz xohlagan taomni pishiradi. Ayol hech qachon o'zi xohlaganini pishirmaydi. Turmush o'rtog'i xohlaganini pishirib beradi. Mabodo siz o'zingizni asablaringizni, emotsiyalaringizni jilovlamasdan ayolingizni shunday deb so'kib haqoratlasangiz, 3 ta xun bilan to'lov qilar ekansiz. Buni men o'ylab topmaganman. Bu Qur'onda, ya'ni Alloh taoloni bizga bergan va'dasi ekan. Yoki qulni ozod qilish, 60 ta miskinni qornini to'yg'azish yoki 2 oy ro'za tutish bilan xuni to'lanar ekan. Bitta haqoratli so'kish bilan. Bizning muqaddas kitobimiz Qur'onni Mujodala surasini 2-4 oyatlarida aytib o'tilib ketgan ekan. Aziz ayollar, ushbu videoni o'zini so'zini boshqarishga qiynalayotgan erkaklarimizga jo'natib qo'yamiz.